Papillomani mana katta-kattalarini ko'rib, ko'pchilik kattalarini mana 3-4 ta deb keladi doim. Mana bunaqa maydalarini hech kim hisobga olmaydi. Maydalar terining rangida bo'ladi, ko'rinmaydi. Ularni binokulyarni ochki bilan sekin ko'rib, bitta top kuydirmasang, terida qolib ketsa, u yana tarqaveradi-da. Bularda mayda-mayda ekan. Og'riq qanaqa aka? Chidasa bo'ladimi? Ularni ham kuydirib qo'ymasangiz, raytdagi kattalashib ketadi. Kuydirgandan keyin uxodi bor o'ziga yarasha. Abrabotkaga dori yozib beraman. Yo'qolib tursin. Abrabotkaga dori yozib beraman, keyin basseynga tushish mumkin emas, sauna mumkin emas. Paritsa qilish mumkin emas. Machalka bilan ish qilish mumkin emas. Bir hafta 10 kuncha. Qurib tushib ketib olguncha. Kuydirgan paytim sirazi hamma papillomalar tushib ketadi. Faqat o'rnida qolgan yarasi bitib olish kerak-da. Masalan, bo'yin qo'ltiq shu oraliq sohalarda bo'ladi-da, ish qilinadigan zonalarda bo'ladi. Rasuli unaqa og'riq emas. Agar mayda bo'ladigan bo'lsa 10 minut 15 minutda bo'lamiz. Ko'p emas ekan. Lecheniya qilayotganda ko'pchilik faqat protivirusli lecheniya deb o'ylaydi-da. Bu protivirusli lecheniya bilan ish bitmaydi, oddiy papillomani lecheniya qilayotganda. O'tda moddalar almashinuvini yaxshilash kerak, gormonlarni joyiga qo'yish kerak, pishivarichniy sistemani joyiga qo'yish kerak. O'shanda chiqish to'xtaydi papillomani. Jigarni o'z funksiyalarini joyiga qo'yish kerak. Ayniqsa jigarni yog' bosgan bo'lsa, papilloma ko'p chiqadi. Faqat quruq protivirusni bergan o'zi bilan ish bitmaydi-da. Bo'ldi. Badaningiz bo'ldi aka.